masalan, nimaga sizga bu g'oya keldi? Alisa, чуть потише сделай. Nima sababdan sizga bu kiprikka o'qisammikan degan fikr yoki bo'lmasa sizga kiprik kasmi, siz umuman ham beauty sferaga aloqangiz yo'q bo'lgan insonsiz, sizga nima uchun insonlar shu gapni aytyapti va sizning miyangizga shu g'oya kelyapti? Alloh sizga shu narsani miyangizga solyapti. Nimaga 100 ta ishchi bor, boshqa qizga borib, siz kiprik ekansiz, mana sizga kelgan narsa, o'sha qizga, "Shu kiprikni o'rganishim kerak" degan g'oya kelmaydi. Chunki u sferani odami emas. Tushunyapsizmi? Men ham hozir sizday mana shunday asabiylashyapman-da. Sanda bor-ku, mana Alloh senga miyangga qo'yib qo'yibdi, seni kartangni tuzib qo'yibdi. Sen adashmay yurib bora olasan, chunki ko'p adashding hayoting davomida. To'g'ri bora olasan. Senda turibdi, mana birinchi buni qilasan, ikkinchi buni qilasan. Nimaga qilmayapsan deyapman-da. Mana sizga ham masalan, nimaga shunaqangi g'oyalar kelgan qizlar nech pul ola olasiz masalan? Kuniga 3 million tezadi. Uyingga astag'firullah, kechasiz lekin meni. Ko'ryapsizmi? Menga yetadi. Nima, farzandlar yo'qmi? Yo'q. Nechta? Bitta qizim bor. Iris Yo'q, ajrashganman. hozir yetyapti-da. Qanday yetyapti masalan? Nimalar bera olasiz 3600 lik oilangiz bilan o'zingizga? Nimalar bera olasiz? Znash, uy joy hamma narsangiz bor-da. O'sha uchun ham. Нужда yo'q-da. Uyim, joyim, Xo'p, bor. vot. Hayotda shunday zerikkanimdan, turmushim ajraganimdan bu yoqqa kelib, ozgina nima deydi? O'zimni esdan chiqarish uchun kelganman. Xo'p, o'zingizni esdan chiqarish necha soatlar ishlaysiz? 12 soat. O'zingizni esdan chiqarish 12 soatlar ishmi? Nima farqi bor? Ishim bor. Na realizatsiya bor bu narsada. Na biror narsa qila olasiz. O'shaning uchun subbot воскресенье kelib o'qimoqchiman. Men salonida o'qimaganman, lekin yonida o'tirib, ko'rib, bilib yurib, o'sha masalan men bilaman-da qanday nima qilinadi. Boya quyoncha deyotgansiz. Quyoncha bo'lsa, masalan, men hozirda quyon bo'lsa, zo'r ekolmasam ham 50% kiprik ekib bera olaman. Sizga o'rgatmasa ham. Siz o'sha dugonangiz salonda master ishlaganini ko'rgansiz. Ko'rganman. Qobiliyatni ko'ryapsizmi? Necha sanada tug'ilgansiz? 96-yil. Yo'q, sana 12-may. 12-may. May nechinchi oy? 5. 12-may. Qo'ying, ummatangiz yo'q ekan. Nimaga? Prям творчествоning odamisiz. Tushunyapsizmi? Troykasiz. Женский energiyaga tug'ilgansiz. Siz o'ylaysiz, bor uyda apparatlar. hozir ishlab turgan ishxonangiz sizga to'g'ri kelmaydi-da. Nima uchun? Chunki siz tворчествоning odami, kam ishlab ko'proq pul topish kerak, qo'li bilan go'zallik yaratish kerak. Tворчествоning odami, tushunyapsizmi? Siz aytyapsizmi, o'zimni ovutish uchun, o'zingizni ovutish bilasizmi? Siz tворчествоning odam bo'lganingizdan keyin siz o'sha go'zallikni yaratsangiz, siz hozir o'zida ovutib yurganingizdan-da ziyoda ovutasiz. И при этом будете зарабатывать. Nimasi yomon? Uyingiz joyingiz bor ekan, xo'p, mayli. Nimasi yomon? Yana ham ziyodroq bir narsalar bo'lsa. Ana ziyodlik qilaman, masalan. To'g'ri. O'shaning uchun zerikdim-da bu ishdan, o'shaning uchun bironta hunar o'rganib o'sha ishni qilmoqchiman. Zerikasiz, bitta joyga to'xtab. Bu yoqda o'rgansam, masalan, bu yoqda qilgan hunarimni O'zbekistonda ham davom etib keta olaman. Конечно. Ko'pchilik o'ylaydi, ko'pchilikda bunaqa fikr borda. Ana 1 yildan keyin ketmoqchiman yoki bo'lmasam 6 oydan keyin ketaman. Shu ketgan vaqtda may oyida o'qib, so'ng ketaman deydi. Yo'q, bu noto'g'ri-da, masalan. Bunday bo'lish kerak. Nabarot, Rossiyaga ishlab turib shunaqa o'qish kerak. Ishlab turib, masalan, qanaqadir bir отпуск olib yoki masalan siz aytganingizdek mana shunaqangi kelishish kerak-da. Ozroq mana shu o'rganib, qo'lni o'rgatib, keyin O'zbekistonga borib, mana so'g'in qilsangiz bo'ladi. Ko'p bizda bitta kiprik ekish 200 ming, 250 mingda bizda masalan. Siz qaysi viloyatda? Vot. Masalan, bitta oddiy kiprik. Toshkentda 300 storingizga ham 500 ga ham ekyaptilar qizlar. Qoshchi, qosh $100. O'rgansam masalan, bitta hunarda o'zim uchun. Конечно. Kichkina salonchani ochib o'zim ishlatsam ham o'zimga. Nimaga shu g'oyani bor ekan? Nimaga buni mana shuncha endi-da yoningizda ko'raman deb kiyoldim, oxiri ko'raman. Birinchi shuni ko'rib olayotgan, yo'qmi, hammasi ezishda o'rganib o'tirgan. Birinchi rostdan shu qiziqgandim. Evi o'layman. Sizga bora olmadim bor. Seminaringizga. Lekin telefondan tomosha qildim. Yig'lab tomosha qildim. Telefon